Hammaga salom. Bugun bizda sizlar bilan 9-dars. Va bugungi bizning mavzuyimiz bu fe'llarni va tillarni to'g'ri formasini ishlatishimiz. Ya'ni biz ko'chaga chiqqanimizdan keyin ruscha gapiryapman, rus tilida o'qiyapman degan formalarni rus tilida ko'rib chiqamiz. Bu bizning eng muhim mavzularimizdan bittasi va bu mavzuni bilganingizdan keyin ko'chada bemalol tillarni to'g'ri formada ishlatishingiz mumkin. Agar sizga YouTube'dagi darslarim yetmayotgan bo'lsa, men sizlarga aytib o'tmoqchiman, o'zimni rus tili onlayn kursim bor. U yerda sizlar rus tilini tez, oson, qisqa vaqt ichida o'rganishingiz mumkin va sizda u yerda yordamchi o'qituvchi bo'ladi. Agar sizga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, men shu videoni tagida sizlarga ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlarga darslar haqida va kurslar haqida to'liq ma'lumotni berishadi. Unda boshladik. Bugun bizda 9-dars va bizning birinchi fe'llarimizdan bittasi bu bizda uchit. Uchit degani bu yodlamoq va bizda vyuchit bor. Ikkalasining ham farqi bor. Qanday qilib, qaysi holda biz ularni ishlatishimiz kerak. Agar bizda sizlar bilan uchit keladigan bo'lsa, bu yod olmoq degani. Ya'ni yodlab, например, bizda til o'rganiladi, lekin agar siz tilni o'zingiz uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, demak, biza uchitni ishlatishimiz kerak. Misol uchun, men rus tilini o'rganyapman desanglar, ya учу русский язык bo'ladi. Ya'ni tilni o'zingiz uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, demak biz uchun ishlatishimiz kerak. Vyuchit bu yodlab bo'lmoq degani. Ya'ni siz, например, lug'at yodlayapsiz, siz, например, bir varrog'ini yodlab chiqdingizmi? Demak, ya vyuchila deb ishlatishingiz mumkin. Bu ham yodla, lekin bu tugallangan, demak, harakatni oxirigacha qilib bo'lganimiz haqida aytiladigan fe'l. Ya vyuchila yodlab bo'ldim. Словарь yodlab bo'ldim. Demak, biz sizlar bilan natijani ko'rsatayotgan bo'lamiz. Buni yozib olinglar. Endi bizda sizlar bilan misol uchun o'rganmoq, izuchat. Bu bizda любой fanni o'rganayotgan bo'lsanglar, izuchatni ishlatishingiz kerak. Misol uchun, men rus tilini o'rganaman. Я изучаю. Endi men nimaga izuchatga ham, uchitga ham o'rganish ma'nosida ishlatdim. Agar bizda uchit bo'lsa, bu o'zingiz uchun, izuchat bo'ladigan bo'lsa, siz o'qituvchi bo'lib turib, shu fandan dars beradigan bo'lsangiz, ya'ni aynan shu tildan bo'ladigan bo'lsa, demak izuchat ishlatiladi. Men rus tilini polностью o'rganishim kerak bo'lgani uchun izuchat ishlataman. Sizlar o'zingizlar uchun o'rganayotganingiz uchun bizda полностью учить keladi. Men я изучаю, вы учите русский язык. Farqi tushunarli deb umid qilaman va izuchat kelgandan keyin любой fan ishlatiladi. Misol uchun, men matematikani o'rganaman. Я изучаю математику. Nimaga bizda u keldi? Esingizda bo'lsa, винительный падеж o'tganimda undan oldingi darslarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, u yerda ni qo'shimchasi женский rod a, ya bilan tugaydigan so'zlar kelsa, biz sizlar bilan u yoki yuga o'zgartirishimiz kerak edi. Bizda ni qo'shimchasi mужской rodda jonsiz formada keladigan bo'lsa, demak biz hech nima qo'shishimiz kerak emas. Chunki винительный падеж jonsiz mужской rodda hech nima qo'shilmaydi. Yozib olinglar. Изучать. Теперь у нас есть с вами глагол учиться. Учиться degani bu o'qimoq. Ya'ni qanday qilib ishlatiladi? Agar bizda учиться kelsa, birinchi savolimiz bu где? Qayerdadir o'qish. Men universitetda o'qiyman. Я учусь в университете. Я учусь в университете.
Sichete. Esingizda bo'lsa, где savoli kelgandan keyin, agar biz u joyni ichiga kira olsak, demak biz sizlar bilan v ni ishlatamiz va обязательно bizada ye qo'shilardi. Qo'shimcha обязательно keladi. Misol uchun na работе, na keldi, chunki biz ichiga kira olmaymiz. Universitet ichiga kiramiz, поэтому v va ye qo'shimchasini berishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu как. Qanday qilib? Например, men yaxshi o'qiyman. Я учусь хорошо. Demak, qanday qilib o'qishimiz haqida yoki qanday qilib narsani qilayotganimiz haqida informatsiya bermoqchi bo'lsanglar, demak biz обязательно как qanday ishlatishimiz kerak. Va uchinchisi что делать? Nimadir qilishni o'rganayotgan bo'lsak, значит bizada yana учиться bilan keladi. Например, men mashina haydashni o'rganyapman. Я учусь водить машину. Да? Значит, bizada fe'l ikkinchisi keldi, o'zgarmaydi va undan keyin nimani, shuning uchun biz uni qo'shishimiz kerak. Buni ham yozib olishinglar kerak. Так, keyingisi bu bizada aniq bo'lgan bir nechta fe'llar. Misol uchun, говорить. Da, говорить kelganidan keyin biz уже cha qo'shimchasini berishimiz kerak. Говорить по-русски. Ruscha gapiramiz. Da? Или по-английски. Значит, bizada po sizlarga chani berayotgani haqida sizlarga aytib o'tmoqchiman. Yoki-da bu bo'lsin bizada по-узбекски. По-узбекски. Bu cha qo'shimchasini beryapti va biz boshqa fe'llarni ham ishlatishimiz kerak. Buni hozir yozib olinglar. Yana bizada писать. Писать bu yozmoq. Xuddi shu. Yana писать kelgandan keyin по-русски, по-английски, по-узбекски. Ruscha yozamiz, o'zbekcha yozamiz, inglizcha yozamiz va cha qo'shimchasi kelishi kerak. Keyingisi bu bizada читать. Xuddi shu narsa. Agar prosta ruscha o'qiyapman, inglizcha o'qiyapman, boshqa tilda o'qiyapman desanglar ham, biz yana cha qo'shimchasiga qaytib kelishimiz kerak va bizada я читаю по-русски. Я читаю по-английски, по-узбекски, по-турецки. Biz обязательно mana bu po ishlatishimiz kerak. Хорошо? Bu bizada birinchisi cha bilan ishlatiladigan formasi. Endi xuddi shu fe'llar bilan, ya'ni говорить, da? Hop, писать, читать bilan biz tilni boshqa formada ham ishlatishimiz mumkin. Demak, naryoqda по-русски bo'lsa, bu yerda на русском языке. Я говорю по-русски или на русском языке. Я говорю по-английски или на английском языке. Men qisqartirib yozyapman. Так, на английском языке. O'zbek tilida по-узбекски или на узбекском языке. Bu bizada shu fe'llar bilan ishlatiladigan formasi. Tillarni yozib qolishingiz kerak va eslab qolishingiz kerak. Keyingisi, agar bizada sizlar bilan, например, jurnal, kniги, filmi keladigan bo'lsa, biza уже boshqa, ya'ni cha qo'shimchasini ishlatishimiz ham mumkin. No, в основном, asosiy biza har doim na bilan ishlatishimiz kerak. Men jurnalni rus tilida o'qiyapman. Я читаю журнал на русском языке.
Yokida bizada bo'lsin sizlar bilan boshqa tillar. Sizlar, например, ivrit, da, na ivrichi. Bunaqalarni eshitmagandirsizlar, lekin ko'rib chiqishingiz ham mumkin. Internetda bu til haqida ham sizlarga ma'lumot berilgan bo'lishi kerak. Tak, buni ham yozib olinglar. Demak, mana shu so'zlar bilan kelsa, обязательно na bilan ishlatib tilni qo'llashingiz mumkin. Bu yozib olindi. Keyingisi. Bizada уже yengil mavzu. Какое сегодня число? Bugun nechinchi sana? Va bu mavzuga qaytishimdan oldin sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Meni o'zimni rus tili onlayn kursim bor. U yerda sizlar rus tilini qisqa vaqtda tez va oson formada o'rganishingiz mumkin. U yerda sizlarda yordamchi o'qituvchi bo'ladi va sizlarga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, shu videoni tagida men sizlarga ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib, ismingiz, raqamingiz yozib qoldirsangiz, sizlarga to'liq ma'lumotni qo'ng'iroq qilib berishadi. Va bizada какое сегодня число? Bugun nechinchi sana? Misol uchun bugun 10 deylik. Сегодня 10 demoqchi bo'lsam, menda 10 bo'ladi. 10 dekabr. Endi 10 nimaga bizada sizlar bilan o'ye keldi? Bu savol. Demak, javobini bilmoqchi bo'lsak, biz savolga ahamiyat berishimiz kerak. Savolga ahamiyat beramiz. Какое? Bitta o'yi. Сегодня число. Mana bitta yana o. Bizada bu keng asosiy so'z qaysi biri? Число. Число средний rodda kelgani uchun biza savolni ham полностью средний rodda berishimiz kerak. Javob qanaqa bo'lyapti? Сегодня 10. Xuddi shu javobni ham biz средний rodda ishlatamiz. Endi dekabr bizada o'zi mягкий znak bilan tugaydi. Lekin biz sizlar bilan nimagadir yaqildik. Nimaga? Chunki tekst tarjima qiladigan bo'lsak, dekabrning 10-sanasi deb tarjima qilishimiz kerak. Demak, bizga bu yerda ya ning qo'shimchasini beryapti. Еще раз. Значит, bugun 10 yoki 12 deylik. Сегодня 12 desam, nima bo'ladi? Сегодня 12. Nimaga o'ya bo'ldi? Chunki bizda yana средний rod. 12 dekabr. Ya keldi, chunki ning qo'shimchasi. Bu bugungi chislo haqida sizlarga informatsiya kelayotgan bo'lsa. Lekin bugungi chisloni biz aytayotganimizda yana yilini ham qo'shishimiz mumkin. Uni hozir ko'rib chiqamiz va sizlar buni yozib, eslab qolishingiz kerak. Demak, yilni ishlatayotganimizda hozir nechinchi yil deb savol beraman. Какой? Сейчас год. Hozir nechinchi yil? И у нас ответ должен быть hozir 2025 yil. Сейчас 2025 da nimaga 2 bo'ldi? Nimaga 1000 bo'ldi? 2 bizada мужской rodda, 2 bizada женский rodda. Agar bizada ikki soni keladigan bo'lsa, bizada родительный падеж keladi. Родительный падежda 2 bo'lganidan keyin женский rodda a yana biza i ga o'zgartirishimiz kerak. 2000 bo'lsa 2000 bo'ladi. Chunki chdan keyin a ni biza i ga o'zgartiramiz. 2000 20 5 год. 2025 yil. Просто hozir 2025 yil. Yokida hozir, например, dekabr desam, сейчас dekabr, men hech nima qo'shmadim. Lekin bugun 12 dekabr 2025 yilning demoqchi bo'lsam, biz ning qo'shimchasini qanaqa qilib ishlatamiz? Сегодня
12 oldingisiga qaytganimizda dekabря 2000 20 beshinchi demoqchi bo'lsam, nin qo'shimchasi bilan 5-yil nin biz ham окончание olamiz va uni o'rniga ovani qo'yishimiz kerak. Endi son o'zgargandan keyin bizda gод so'zi ham o'zgarishi kerak va bizda goda bo'ladi. Biz a qo'shimchasini beryapmiz. Значит, сегодня, например, да, мы говорим 12 декабря 2025 года. Tushunarli? Demak, bu mavzu bizga nimaga kerak? Ko'chaga chiqqaningizdan keyin yoki xat ketib borganingizdan keyin, например, sizlardan bugun chisloni so'rab qoldi yilni so'radi. Misol uchun, boya aytasizlar, bugun 12, bugun 20. Demak, chisloga обязательно o'yini qo'shamiz, yilga nisbatan ovani qo'shishimiz kerak. Bu birinchisi. Buni yozib oldinglar. Va bizda keyingi savol bu misol uchun qachon tug'ilgan kuning deb savol berasizlar. Ayt, qachon tug'ilgansan? Ты родился. Qachon tug'ilgansan? Bu savolga javob berish uchun biz yilni ham to'liq aytamiz, sanani ham to'g'ri aytishimiz kerak. Demak, chislo qanaqa qilib aytiladi? То есть, я говорю, любой narsani aytamiz. Bugun mana shunaqa chisloda tug'ildi deb aytaylik. Она родилась 12-da deyapmiz, to'g'rimi? 12-dekabrda. Demak, bizda qanaqa keladi? 12 o'yi bilan tugadi. Biz o'yini ovaga o'zgartirishimiz kerak. 12 и bizda, pust men boshqa rang bilan yozay специально. 12 va biz ovani qo'shdik. Da? 12 декабря, ну, декабрь bizga уже ba'zi, что-то я bo'lgani, yil 2025-yilda desak, biz haligi ovani bu yoqqa ham qaytarib beryapmiz. 2025 goda. Bu sizlarga уже yengil emas. Bundan oldin hozirgina tushuntirib ketdim ova bilan godani. Demak, eslab qolishingiz kerak. Endi buni hozir yozib olib, bitta praktika qilib olamiz. Endi sizlarga vazifa. Uyda полностью shu videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin menga kommentariy izohda o'zingizlarni tug'ilgan chisloinglar va yilinglarni aytishingiz kerak. Shunday yozib, to'liq formasini yozsanglar, men qarab chiqaman va noto'g'ri bo'lsa javob berishga harakat qilaman. Keyingisi bu когда deb savol beramiz. Например, bu yil da yoki da bu oy va bu yerda bizda qisqa forma keladi. В этом году, например, bu yil. Bu oy, в этом месяце. Или я могу сказать еще кенги yil. В следующем году. Месяцы, веки, да? Endi o'tgan. В прошлом. O'tgan yili. В прошлом году, в этом году, да, hammasini bilishingiz kerak. Bu bizda mujskoy rodga nisbatan ishlatiladigan so'zlar. Полностью eslab yodlab qolishingiz kerak. Men shuni keyingisiga o'tardim. Поехали. To'xtatib ko'rib olasizlar. Javobimiz. Keyingisi bu bizda hafta, по-русски неделя. На этой неделе. Или oldingi hafta. На прошлой неделе. Keyingi hafta. На следующей неделе. Demek,
Agar bizda hafta keladigan bo'lsa, na bilan ishlatiladi? Yil keladigan bo'lsa yoki oy keladigan bo'lsa, v bilan ishlatishimiz kerak. Mana. Bu bizda savol berasizlar, например, qachon bu yil, bu, например, 2025-yilda demoqchi bo'lsangiz, yilni o'zi keladigan bo'lsa, v 2025 Biz 10 qo'shdik. Gadu bo'lib ketadi. Bo'ldi. Agar biz yilni o'zini aytayotgan bo'lsak, v ni qo'yamiz, окончание 10 bilan u ni qo'yishimiz kerak. Agar bizda to'liq chislo keladigan bo'lsa, biz undan oldingi temaga qaytib, yilga over, chisloga overni qo'yib ishlatishimiz kerak. Umid qilamanki, sizlarga mavzu juda ham tushunarli bo'lyapti. Tushunarli bo'lmasa, обязательно yozinglar va agar bundan ham ko'proq, to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, обязательно rus tili onlayn kursimga yozilishingiz mumkin. U yerda sizlar yordamchi o'qituvchi bilan hamma o'zingizga kerak bo'lgan savollarni berib, rus tiliga oid hammasini javobini olishingiz mumkin. Uning uchun sizlar shu videoning tagidagi ilova orqali o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlarga to'liq ma'lumotni berishadi. Agar video yoqayotgan bo'lsa, обязательно like, kommentariy qoldirish esingizdan chiqmasin va keyingi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha